UEFA tashkilotchilari xom ishlarni qilishda davom etmoqda. Avval Liverpool Real o'yinini Bavariya PSG o'yini bilan bir vaqtda qo'yib, qaysidir super o'yindan muxlislarni mosuvo qilgan bo'lsa, endi Barselona va Bryugge o'yini bilan Manchester City va Borussia Dortmund o'yinini bir vaqtga qo'yishgan. Tabiiyki, biznikilar Abduqodir Husanov jamoasining o'yinini olib beradi. Avval ham buning guvohi bo'lganmiz. Chunki Chempionlar Ligasi translyatsiya huquqi faqat Zo'r TV tomonidan sotib olingan va boshqa kanallar esa Barselona o'yinini olib bermaydi. Ammo siz 5-dan 6-noyabr kuniga o'tar kechasi tungi soat 01:00 da boshlanadigan Barselona Bryugge o'yinini ko'ra olmayman. Nega bizlarga bunday adolatsizlik deya aslo siqilmang. Barselonalikmiz kanali obunachilari albatta har qanday holatda qadrlanadi. Uchrashuvni jonli efirda tomosha qila olasiz. O'yin paytida efir qidirib shoshib qolishdan oldin hoziroq Telegram kanalimizga o'tib haqiqiy katalon muhitini biz bilan birgalikda his eting. Uchrashuvni jonli efirda tomosha qila olasiz. O'yin paytida efir qidirib shoshib qolishdan oldin hoziroq Telegram kanalimizga o'tib haqiqiy katalon muhitini biz bilan birgalikda his eting.